Hudud gaz Sirdaryo gaz ta'minoti filialida bo'lib o'tgan navbatdagi matbuot anjumanida gaz ta'minoti sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, joriy etilgan yangiliklar hamda qish mavsumida aholini uzluksiz tabiiy va suyultirilgan gaz bilan ta'minlash borasida olib borilayotgan ishlar haqida so'z yuritildi. Hudud gaz Sirdaryo gaz ta'minoti filialida o'tkazilgan matbuot anjumanda ommaviy axborot vositalari vakillari, jurnalistlar hamda ijtimoiy tarmoq faollari ishtirok etdi. Bugungi kunda viloyat bo'yicha jami 210.464 ta iste'molchilar mavjud. Shundan 130.704 tasi tabiiy gaz bilan ta'minlangan. Soha xodimlari tomonidan 2025-yil boshidan joylarda gaz ta'minoti infratuzilmasini yaxshilash borasida amalga oshirilgan texnik tadbirlar natijasida 52 ta mahallalardagi 25,3 mingta aholi xonadonlarining gaz ta'minoti yaxshilandi. Shuningdek, viloyatimizdagi aholining 79.764 tadan ortig'i suyultirilgan gaz iste'molchilari hisoblanadi. 2025-yil yanvar-dekabr oylarida iste'molchilarga jami 14.475,42 tonnadan ziyod suyultirilgan ugli vodorod gazi yetkazib berilgan. Hudud gaz Sirdaryo gaz ta'minoti filiali tomonidan 2025-yilda aholi xonadonlari hamda ijtimoiy soha obyektlarini bir me'yorda tabiiy gaz bilan ta'minlash bo'yicha qancha ishlar qilinganligi bo'yicha hamda 26-yilda bu ishlar hamda ko'rsatkichlar qay darajada bo'lishi bo'yicha ma'lumotlar ham berildi. 2025-yil davomida jami 54 kilometr gaz quvurlarimiz mukammal ta'mirlandi. 36 dona gaz taqsimlash punktlari ham mukammal ta'mirlanib, 1134 dona gaz taqsimlash punktlari joriy ta'mirdan chiqarildi. Bundan tashqari 258,5 kilometr gaz quvurlari, yer osti gaz quvurlari pribor yordamida tekshirilib, texnik holati ko'zdan kechirildi. Bu ishlarni amalga oshirish natijasida kuz-qish mavsumida aholi hamda ijtimoiy soha obyektlarini tabiiy gaz bilan uzluksiz hamda bir me'yorda tabiiy gaz bilan ta'minlash imkoniyati yaratiladi. Bu kabi ishlar 2026-yilda ham davomiy bo'lishi bo'yicha ham amaliy ishlar amalga oshiriladi. Shuningdek, gaz ta'minot sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar samarasi, qabul qilinayotgan huquqiy normativ hujjatlarning mazmun mohiyati, tizimda shaffoflikni ta'minlash, korrupsion holatlarni oldini olish borasida belgilangan chora-tadbirlar hamda 2026-yilga ustuvor vazifalar to'g'risida ham tadbir ishtirokchilariga batafsil ma'lumotlar berildi. Ochiq va samimiy ruhda o'tgan matbuot anjumani yakunida jurnalistlar tomonidan berilgan savollarga mutaxassislar atroflicha javoblar berishdi.